Shoshilinch xabar. O'zbekiston pasporti bor fuqarolarga tezkor xabar. Agarda bu ishni qilsangiz 1,236,000 so'm jarima to'laysiz. Barcha fuqarolar tezda, kech qolmasdan ushbu videorolikni ko'rishingiz shart. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar tezroq boshqalar ham xabardor bo'lishlari uchun videorolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling, endi pasportingizning muddati o'tib ketgan bo'lsa 1,236,000 so'm jarima to'laysiz. Fuqarolik pasportining muddati o'tganidan so'ng uni 1 oy ichida ID kartaga almashtirishingiz shart. Aks holda muddat o'tgani uchun biometrik pasportni o'z vaqtida almashtirmaganligingiz uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasiga ko'ra ma'muriy javobgarlikka tortilasiz. Jarima miqdori esa bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1,236,000 so'mni tashkil qiladi. Pasportingizga hoziroq qarang, agarda muddati o'tgan bo'lsa uni 1 oy ichida almashtirib oling. Shunda jarima to'lamaysiz. Videorolikka bee'tibor bo'lmasdan like bosib, mahalla va qarindoshlar gruppalariga jo'natib qo'ying. Diqqat qiling, yana bir xush xabar. Hujjatlarga ko'ra O'zbekistonda 2026-yil 1-iyuldan pensiya va nafaqalar, shuningdek ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordamlar to'lovlari 7% ga oshiriladi. Shundan so'ng yoshga doir eng pensiya miqdori oyiga 983,000 so'mni, nogironlik pensiyalari esa kamida 1,83,000 so'mni tashkil qiladi. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 504,000 so'mga yetadi. Ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarga to'lanadigan bolalar nafaqasi ham oshiriladi. Xususan 3 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun oyiga 386,000 so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 295,000 so'm to'lanadi. Ikkinchi farzand uchun qo'shimcha 177,000 so'm, uchinchi va undan keyingi farzandlarning har biri uchun 118,000 so'm ajratiladi. Moddiy yordamning oylik miqdori 450,000 so'mga yetadi. Farmonga ko'ra 2026-yil 1-sentyabrdan budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalar ham 7% ga oshadi, deyiladi xabarda.